Hop, bo'ldi. Menimcha endi zapis qilish boshladi. Endi boshlaymiz qaytadan. Nima bo'lsa bo'ldi, qaytadan boshlaymiz. Ketdik. Qiziqarli Telegram kanali yuritish sirlari haqida gaplashamiz bugun. Umuman olganda qiziqarli bloger bo'lish, aynan Instagram, YouTube bir balobatdalarda emas, aynan Telegramda o'zida. Avvalo, qiziqarli blogdan oldin zerikarli blog alomatlarini ko'rib chiqaylik. Zerikarli blog aynan qanaqa? Faqat PDF fayl yoki kitoblar tashlanadi yoki YouTube, Telegram yoki umuman boshqalarda kanallarda materiallar tashlanadi. Ikkinchisi, uchinchi bo'layotgan asosiy xatolardan biri faqat aqlli gaplar yozish. Motivatsion gaplar, qanaqadir xolos shunaqa faqat aqlli gaplar yozish, faqat qo'sh tirnoqchadagi foydali materiallar tashlab yurish. To'rtinchisi, osmon, oy, yulduz, boshqa ko'chadagi odamlar mashinalarini rasmga olib qo'yish. Men BMW muxlisiman, men Mercedes muxlisiman deb BMW Mercedeslar rasmini qo'yib yurish yoki Real Barsa bir nima degan narsalar qo'yib yurish. Mana shu narsalar qilib yurish xullas xato. Zerikarli kanalda, demak, mana shu alomatlardan qaysidir bormi? Bularning siz kanalda zerikarli. 5-inchisi, fanatlar bazasi yaratilmagan. Ya'ni siz kanalda kutadigan odamlar yo'q umuman. 3 kun, 4 kun, 5 kun, bir hafta umuman kanalda bo'lmasangiz, aktiv bo'lmasangiz, hech kim sizni kutmaydi. Sababi hech kim qiziqarli odam emas sizda. 6-inchisi, reaksiyalar deyarli bosilmaydi. Kommentlar yozilmaydi. Biror narsa sotib olish imkoniyati yo'q. Ya'ni kanalingizga kirganlar bilmaydi nima sotib olish kerakligini. Keyingisi, asosan kundalik yoki kutubxonaga o'xshab qolgan. Faqat yaxshi kunlar qilinadi, yomon kunlar aytilmaydi. Ya'ni faqat xursand bo'lgan kuningiz rasm qo'yasiz, xursand bo'lgan kuningiz post yozasiz, xafa bo'lgan kuningiz hech narsa qilinmaydi. Xullas, odamlar ko'zingizda idealga o'xshab ko'rinishga harakat qilasiz. Mana shu zerikarli kanal alomatlaridan qaysilari bor sizlarda? Aytingizlarchi endi. Shu muammolardan qaysi biri sizni kanalingizda bor deylik? Shulardan qaysi biri sizlar kanallaringizda bor? Menimcha hech qaysi yo'q bo'lsa kerak, sizlarda. Xo'sh. Menimcha hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa kerak. Ikkita yoki uchtasi chiqadi. Aynan qaysilari bor ekan sizlarda? Nimalar yozasiz? Avval aqlli gaplar yozasizlarmi, boshqa kanalda o'qib tashlaysizlarmi? O'zi fanatlar bazasi yaratilganmi sizlar yozaydi? Fanatlar bazasi. Bazasini yaratganmisiz deylik, yaratganmisiz. Fanatlar bazasi yaratilganmi sizlarda? Kanallaringizda. Yoki hali yo'qmi? Menimcha ha. Zo'r. Fanatlar bazasi yana Abdulaziz aka aynan sizda o'zingizga qiziqadigan odamlarni nazorat tutyapman-da, sizning hayotingizga umuman olganda. Deylik, mana shu odamning kanaliga post qilsa zo'r bo'lardi, kanalning postlari juda yoqadi menga deydigan odamlarni nazorat tutyapman. Xo'p, keyingisi bo'ldi. Zerikarli kanal alomatlarini bilib oldik, a? Keyingisi endi qiziqarli kanal qanday bo'ladi? Ketdik. Xo'p, mana bu kichiklatib turamiz sizlarga ko'rinish uchun. Qiziqarli kanal qanday yuritiladi deyilsa, men buni 3 boshli ajдар texnikasi deyman. Qanaqa bo'ladi? Tashqi hayot, tashqi olamingiz, ichki olamingiz va ekspert mahoratlikni ko'rsatuvchi kontent doim birgalikda qilinishi kerak Telegram blogda. Tashqi hayot nima deyilsa, live content. Tashqi olam deganman buni. Nimalar? O'zi bu narsa nima uchun kerak? Avvalo, insonlarda emotsiya uyg'otish uchun va ularning e'tiborini tortish uchun. Live contentning maqsadi shu. Nimalarni ko'rsatish kerak? Doimiy kuningizdan parchalar, hozirgi holatingizni ko'rsatish. Hozirgi holat qanaqa? Misol uchun hozir deylik, biror bir joyda kutubxonada o'tirib dars qilyapsizmi? O'shani kichkina rasm chop, o'shani yozish. Hozir deylik, Toshkentdagi qaysi kutubxonada o'tiribman, shunaqa bu kitoblarni o'qiyapman, nimadir bo'ldi, misol uchun. Deylik, qanaqadir sizda bo'layotgan qiyin vaziyatlarni yozish, nimadir xafa bo'lib qoldingizmi?
kimnidir xafa qilib ketdimi yo pulingizni o'g'irlatdingizmi, shunaqa narsalarda takoy post qilib siz bo'lgan holatlarda storytelling qobiliyatingiz yaxshi bo'lishi kerak. Kichikgina storytelling qilib gapirib berishingiz kerak. Keyingisi kulgili holatlar. Deylik, qanaqadir bir kulgili vaziyat bo'lgan bo'lsa, siz hayotingizda o'shani yoritib berishingiz mumkin. Keyingisi motivatsion postlar yozish. O'zingiz deylik qanaqadir boshqa joydan o'g'irlab emas, deylik qanaqadir bir narsani tushunib qoldingiz hayotdan. Deylik, do'stingiz otib ketdi, ya nimadir bo'ldi. Birovga qarz berdingiz, qarzingizni bermadi. Demak, tushunyapsizki, har kimga ham qarz berish kerak emas. Mana shu narsani kichkinagina, demak, post qilib turib yozsangiz bo'ladi bemalol. Keyingisi bu ichki olamni ko'rsatish, personal content. Bu yerda nimalar qilinadi deyilsa, demak, mesela biz katta bo'lib ketib chalg'itib bormasin sizlarni. Bir boshdan ko'rsatib ketaman. Ketdik. Birinchisi, hayotiy xulosalar. Qarangizlar. Hayotiy xulosalar nima bo'ladi? Misol uchun, ichki olamingizda nimadir sodir bo'lib, sizda qanaqadir fikrlar, o'zgarishlar yoki hissiyotlar o'tganligi va hokazo shunga o'xshagan narsalarni yozsangiz bo'ladi. Keyingisi, kelajak uchun maqsadlar. Shaxsiy, kasbingizga oid, kelajakda nima qilmoqchisiz, taxminan 1 oydan keyin, 2 oydan keyin qanaqa rejalaringiz bor, shularni yozish. Oilaviy va ta'lim bo'yicha yo'nalishlarda nimaga erishishni xohlaysiz? Kelayotgan 1 yilda, 6 oyda, 3 oyda, 1 oyda yoki kelayotgan 1 haftani ichida nima qilishni xohlaysiz? Shuni yozsangiz bo'ladi. Kelajak uchun maqsadlar. Keyingisi, shaxsiy fikrlar. Hozirda sizni nima qiynayapti? Nimalarda motivatsiya olasiz? Nimadan baxtli bo'lasiz? Nimadan ayni xafa bo'lasiz? Shunga o'xshagan narsalarni yozsangiz bo'ladi. O'sha narsalar yozsangiz odamlarga qiziqarliroq tuyuladi. Ya'ni sizlar doimiy kuzatish uchun. Keyingisi, o'tmishni yodga olish, bolalik, maktab davrlari, talabalik vaqtlari, shularni qanday o'tganligini yozsangiz bo'ladi. Deylik, bolalikdan qolgan rasmlar, o'sha rasmlarni qo'yib, o'sha rasmni tasvirlab bersangiz bo'ladi. Xullas, bu joyda ham storytelling qobiliyatingiz ancha yaxshi bo'lishi kerak. O'tmishdagi yodga olish. Keyingisi, munosabatlar. Atrofingizda bo'layotgan yoki internetda bo'layotgan holatlarga munosabatingiz qanaqa? Shu haqida ham yozsangiz bo'ladi. Odamlarga juda qiziq bo'layotgan hozirgi paytda qiziqarli voqealarga sizni deylik bergan reaksiyangiz. Misol uchun, yaqinda Ahad Xudoyorov akani juda trend bo'lib ketdi gapi. Misol uchun shu haqida yozishingiz mumkin. Siz qanaqasiz fikringiz bu gapga? Odamlarga qiziq, misol uchun deylik, sizni fikringizni bilish. Juda qiziq. Keyingisi, shaxsiy qadriyatlar. Qanday qadriyatlaringiz bor? Nima uchun siz uchun nima yaxshi, nima yomon, nimani to'g'ri deb bilasiz yoki nimani noto'g'ri deb bilasiz? Mana shu narsa demak ichki olamni ko'rsatish, personal content. Boya aytdim, yana bir qaytaraman, qarangizlar. Tashqi live content maqsadi nima? Odamlarda emotsiya uyg'otib, ularni demak qiziqishini sizga qiziqtirib qo'yish. Odamlarda emotsiya uyg'otish birinchisi, keyingisi ular e'tiborini tortish. Bu Ibragim Mansurov juda zo'r postlar yozadi, misol uchun emotsiya qaysi bir postni o'qib qoldi. Deylik, Javohir yoki Jasur degan bir bola bor ekan, juda ham postlari zo'r ekan, men bir o'qib ko'zimga yosh keldi deyish mumkin, misol. E'tibor tortish, bir sirasi tortadi. Keyingisi personal content. Mana hayotiy xulosalar, kelajak uchun maqsadlar, shaxsiy fikrlar, o'tmishni yodga olish, munosabat, shaxsiy qadriyatlar. Bu narsalar odamlarda hurmatingizni oshirish uchun mana shu narsalarni qilishingiz kerak. Long termda bu narsa. Keyingisi, bu narsalar qilingandan keyin, ya'ni odamlar e'tiborini tortdingiz, sizni demak hurmati zo'r hurmat qiladi. Lekin bu narsalarni qildi degani u odam obunachisizni kurs sotib oladi degani emas-da. Kurs sotib olish uchun nima qilish kerak? Sababi u odam deylik sizni hurmat qiladi, tashqi hayotingiz zo'r degani u sizdan kurs sotib olishni o'ylab ko'rmaydi. U sizdan aynan demak kurs sotib olish uchun nima qilish kerak? Expert content qilish kerak, sohaga aloqador. Nima uchun buni qilish kerak? Avval obunachi ko'paytirish. Chunki o'zi sohangizga oid obunachini ko'paytirish. Keyingisi, qizdirish, progress. Sohaga oid kontent qilganingizdan keyin xullas o'zingiz darsingizga qiziq, shu tekin darslaringizni berish orqali odamlarni qizdirib borish. Xo'p, ekspert kontent qanday qilinadi o'zi? Birinchisi, dars o'tish. Bu darslar qanaqa? Jonli, video, audio, podkast ko'rinishdagi. Ikkinchisi, foydali materiallar, PDF kitoblar, o'zi tayyorlangan materiallar, foydali veb-saytlar ulashsangiz bo'ladi. Ular ham shunchaki mana shuni ko'ringlar deb ko'rinishda emas, balki
unga deylik kichik izoh berib ketish orqali bu saytga kirish qanaqa foyda oladi yoki biron o'zi tanlagan PDF material. Bu PDF materialni ochganda nima foyda oladi? Hozir misol uchun gigabaytlab megabayt internet ishlatayotgan odamlar deylik 30 megabaytli foydali videoli darsni ochmaydi. Sababi u to'g'ri yoritib berilmagan. Shuni yozib tartib tashlasangiz yoki foydali veb-sayt, PDF kitob tashlashingiz uchun mana ekspert kontent uchunda keyin natijalar, shaxsiy natijangiz bo'lishi mumkin yoki o'quvchilar natijasi. Misol uchun o'quvchilar yozgan sertifikatlar, kurs haqida ijobiy fikrlar o'quvchilar yozgan, dars uchun kelgan fikrlar, tekin dars o'tasizmi, pulli dars o'tasizmi, обязательно o'quvchilardan demak feedback olib qolishingiz kerak. Dars qanaqa bo'ldi, foydali bo'ldimi, bu narsa tushundilaringmi? Yozib qoldiringlar. Yozib qoldiradi shu narsani siz o'quvchilarga ko'rsatsangiz bo'ladi, kanalingiz obunachilarga. Keyin ular ham biladiki, ha, bo'ldi. Demak, bu o'qituvchi yaxshi dars berar ekan, mana o'quvchilari ham yaxshi fikr bildiryapti. O'shandagina odamlar sizni sekin-sekin deylik birinchi boshida tekin darslaringizni ko'rib, keyinchalik pulli kursingizga yozilishi mumkin. Endi eng asosiy narsa ekspert kontent qilishdagi eng muhim 4 ta qoida. Birinchisi, berayotgan kontentingiz boshqalarnikidan ajralib turishi kerak. Eng muhimi bu. Ikkinchisi, qandaydir muhim muammoni sizning kontentingiz orqali batamom hal qilishingiz kerak. Rus tiliga oid bo'ladimi, ingliz tiliga oid bo'ladimi, matematikaga oid bo'ladimi, bitta eng muhim muammolardan bittasini olib, uni o'zingizda demak, videongizda bo'ladimi yoki audio podkastingizdami, muammoni to'liq tushuntirib, uni hal qilib berishingiz kerak. Uchinchisi, qilayotgan kontentingiz auditoriya darajasiga mos bo'lishi kerak. Siz o'zi asosiy auditoriya qanaqa? Qizlarmi yoki yigitlarmi? Agar qizlar ko'p bo'lsa, qizlarga ko'p kontent qilish kerak, kerakli kontent. O'g'il bola bo'lsa, o'g'il bolalar uchun kerakli kontent qilish kerak. Yana misol uchun qanaqa? Asosiy auditoriyangiz agar ingliz tili kanali bo'lsa, misol uchun deylik, ingliz tilida asosiy auditoriyangiz darajasi qanaqa? Bu narsani qanday aniqlaysiz? Birinchi, ikkinchi kunda aytilgan, demak, maqsadli mijozni qanday aniqlash o'tilgan, to'g'rimi? Mijoz portretini chizish deb tushuntirib berganman. O'shani darsda qaytadan ko'ring va o'sha bo'yicha demak obunachilaringizni to'liq analiz qilib olishingiz kerak. Keyin 4-chi eng muhim narsa, kontent qiymatini progress orqali yetkazib berish kerak. Progress qizdirish, haqiqatdan o'zi sizga aytgan foydali o'zi dars yoki video dars yoki qanaqadir PDF fayl shunchalik to'g'ri qiymatini ko'rsatib bera olsangizgina obunachilaringiz undan foyda oladi. Agar kontent qiymatini to'g'ri progress qilish orqali yetkazib bermasangiz, u prosta o'tkazib yuboradi. Bo'ldi, shu dars bo'lyapti ekan. Bo'ldi, tushunarli. Keyin sabab ko'rib qo'yaman deydi, save message saqlab qo'yib, bo'ldi, shu bilan qolib ketadi. Shuning uchun to'g'ri progress orqali yetkazib berishimiz kerak. Xo'p, endi mana bu narsalarni men sizlarga tashlab beraymikan, ha? Xo'p. Sal yaqinlashtiramiz bu kishimni. Bo'ldi. Bu kishimda hozir qiziqarli kanal qanday bo'lishi haqida. Internetchamiz ham yonyapti borku. Rasm ham ketmayapti даже. Yana o'zim gapirgan bo'lmaydi ishlar. Xo'p, qiziqarli kanal qanday bo'lishi haqida rasm tashladim. Keyingisi tashqi hayot ko'rsatish live content. Keyingisi mana shu narsalarga tashlab beraman hozir. Xo'p, kopiyovat qilamiz. O'kishmadaga o'chirib
Hop. Live content. O'zi hamma ingliz tilini biladimi bu joyda o'zi? Content. Mm, Qanday tartibda qilinadi? Mana shunday tartibda qilinishida. Keyingisi. Xo'sh, bularni o'chirdik. Keyingisi personal content. Nimalar yozishingiz mumkin? Buni ham hozir rasmga tushirib tashlayman. Keyingisi personal content deymiz. Bu kishini ham o'chiramiz. Keyingisi eng oxirgisi expert content. Xo'p, bu joyda juda muhim narsalar ketibdi. Endi qanday aniq qilamiz sizlarga? Hop, nimaga bu kishim ishlamayapti ekan? Ha, bo'ldi, ishladi. Mana shu. Xullas do'stlar, mana shu 3 ta kontent turini doimiy ravishda kanalingizga olib yursalaringiz bo'ldi. Shu bilan nima deydi? Obunachilaringiz hayotingizni siz bilan birgalikda yashashni boshlaydi-da. Xo'p, qanday savollar bor? Endi savollarga o'taylik. Bo'ldi, men aytmoqchi bo'lgan narsamni to'liq aytib bo'ldim. O'zi tushunarli bo'ldimi? Shuni so'raychi o'zi. Live, yana nimani aytdik? Personal va expert. Content qilishni tushunib oldingizmi? Oldingizlarchi? Tushunarli bo'ldimi o'zi? 3 xil content qilish anasini tushuntirib berdim. Tushunarli bo'ldi. O'zi foydali bo'ldimi? Nimadir oldlaringizmi? Men o'zim gapirgan bo'lmadim. Qandaydir bugun energiya yo'qda menda. Bosib tushuntirib bera olmadim. Lekin qo'ldan kelgancha siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Xo'p, biror akkaunt qoldiramiz sizga. Qani men akkauntim endi? Manager blogging deb yozsa chiqib keladi. Siz ko'ring o'zi men o'zimmikan? Ha, bo'ldi mana shu. Tushunarli bo'ldi. Hop, endi savollar. Savollar bo'lsa qoldiringizlar. Bo'lmasa sekin darsni tugatsak ham bo'ladi. Qanaqa savollar bor? Yozingizlarchi. Savollar. Savollar yomon, savollar yomon dedi-ku. Ammo savol yo'qmi hech kimda? Qarang, sotuv qanaqa ishlaydi? Sotuv bo'yicha alohida gaplashamiz. 5 yoki 6-kunda gaplashamiz bu masala bo'yicha. Xudoyorbek aka, Javohir aka, progress qilishni qayerdan o'rgansak bo'ladi? Progress bo'yicha tekin narsa yo'q. Agar ingliz tilini bilsangiz, inglizlarda ko'p. Progress juda zo'r tushuntirib bergan inglizlar, ruslarda. Lekin o'zbeklardan bilmadim lekin. Rasulbek aka 1000 ta obunachi bo'lsa necha foiz sotib oladi? Endi bu o'zingizga bog'liq-da aka. Misol uchun deylik 1000 ta odamni yig'gan bo'lsangiz, deylik, avvalo kurs narxiga to'g'ri qiymat ko'rsatib bera olishingizga qaraydi. Yana nima bor?
Deylik, ba'zi odamlar bor 500 ta obunachi bilan 30-40 milliongacha qiladi. Konversiya qiladi, pul topadi. Ba'zilar bor 100 ming ta obunachisi bo'lsa ham 5 million topib yurgan bor. Endi aytyapmanku, kursingizda qanchalik qiymatini ochib bera olishingizga, siz auditoriyangiz qanaqaligiga bog'liq. Deylik, 50 mingta kambag'al odam yig'ib olgandan ko'ra 500 ta pul o'rtacha odamni yig'sangiz, ularga kurs qilsangiz, yaxshiroq pul topsangiz bo'ladi. U aynan 1000 ta narsa, 1000 ta obunachidan necha foiz sotib oladigan narsa bo'ladi. Nisbiy narsada juda chuqur, nima deyish qiyin. Assalomu alaykum, keling birorta kanalni ko'rib bering va unda kamchilikni ko'rsatib bering. Menimcha ko'pchilik foydali bo'ladi. Zo'r. Hop, aka, kanalingizni tashlab bersangiz, men siznikini razbor qilib berardim. O'zingiznikini. Andarov aka. Tashlang, linkini bir ko'rib beraman. Keyingisi siyosat haqida yozsa qamamayman. Endi siyosatga qarshi aytmasangiz qamasa kerak, bilmadim endi. Agar kelajakda siyosatchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, yozsangiz bo'ladi, uzun postlarda, lekin eng muhimi bunaqa ozodlik radiosiga o'xshab bir yoqimsiz kontentlar qilmasangiz bo'ldi, eng muhimi. Yana bir ko'rib chiqing, buni biror bir bilan gaplashish kerak. Nima deydi? Yurist odam bilan, aniq bilmayman. Xo'p, kanalini ko'rib bering debdi. Rasulbek aka multilevel. Xo'p, Rasulbek aka, ixlos qil. Keyingisi ekspert kontent qilingan, zo'r. Darslaringiz ham bor ekan, kursingiz ham bor ekan, zo'r. Umuman olganda aka yaxshi, mana shu Rasulbek teacher multilevel. Zo'r, mana kanalingizda menda aniqlangan kamchilik nima bo'ldi? Mana bu, misol uchun, bu mayda bir kamchiliklar, mana bunaqa qo'yilgan, qanaydir nima desa bo'ladi. Nonda ham ortiqcha narsalar ko'p. Misol uchun ism, familiya, multilevel deb qo'ysangiz bo'ladi, misol uchun. Keyingisi nima bo'lishi mumkin? Hozir mana o'chakchi. Eng sinalgan metodika orqali dars beraman. Darslarim orqali anchagina talaba baraka topgansiz ham. Kuchli natija va qisqa vaqt ichida o'sish, CMR reading listening, discipline teacher. Zo'r, kanalingizga gap bo'lishi mumkin emas, Rasulbek teacher. Umuman olganda yaxshi, katta kamchiligi yo'q. Mana shu 3 ket yoki 3 boshli ajdar anonsini juda zo'r qo'llayapsiz aka. O'qishlar natijasimi bu? O'qiganlar. Zo'r, chotki. Rasulbek teacher anonsiga gap yo'q. Ozgina progress bilan sotuvni u yaxshi o'rgansangiz, sotuvingizni ancha yaxshi oshirsa bo'ladi, Rasulbek aka. Xo'p, Andarov akaning kanalini ko'ramiz. 4600 ta. Wow, zo'r aka kanalingiz. Obunachisi gap bo'lishi mumkin emas. Keyingisi. Xo'p, kanalimiz obunachisi bergan savollarga javob. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bu savol video shakl ekan. Xo'sh, dars davomida takrorlanuvchi sahifalar. Aka, qarang, video darsni tushuntiribsiz, zo'r, lekin birinchi boshdagi ism sarlavha zo'r qo'yilgan, mana bu video davomida deb orasi ochilmagan ko'pchilik nima deydi? Zerkarli tuylar orasini ochib o'qing. O'qishga oson bo'lsin ko'zga. Hozir men to'g'risi o'qigim kelmadi mana shu postingizda. Video davomida degansiz zo'r. Endi takrorlanuvchi sahifalardan voz kechish kerak va nimaga? Bu yoq o'zi qiziqarli bo'lmay qoldi. Orasini ochishga harakat qiling. Keyin shirinlik ishlab chiqarish sexi uchun tizim beribsiz. Xo'sh. Kurs bo'yicha feedbacklar. Google Sheets demo. Bu yerda faqat aka qarang, ekspert kontent qilinyapti-da, ozgina shaxsiy brend ustida ham ishlash kerak. Bu Google Sheets bo'yicha dasturni kim qilyapti aynan? Kimsiz siz o'zi? Nima uchun sizga ishonishimiz kerak? Iloji boricha o'zingiz qarangizlar. Oldin, misol uchun deylik, biror bir sex yoki biror bir magazin ochilsa, deylik, biror bir kompaniya qurilsa, egasi muhim bo'lmagan, tizim yaxshi ishlasa zo'r ketavergan. Endi bundan buyog'iga nima bo'ladi desa, shaxsiy brendi kuchli bo'lgan odam ishonarli bo'ladi. Ko'pchilik unga ishongandan keyin luboy narsa, shaxsiy brendi kuchli bo'lgan odam luboy ish qilib ketishi mumkin-da. Deylik, kurs ochsa kursi zo'r ketadi. Deylik, webinar ochsa webinarga ko'pchilik kiradi. Offline kurs ochsa offline kursga ko'pchilik keladi. Xullas, iloji boricha shaxsiy brend ustida ko'proq ishlashga harakat qilish kerak.
Umuman olganda kanalingizda jon-yoqa nima deydi, katta kamchiliklar yo'q. Mana bunaqa premium reaksiyalardan sal noto'g'ri foydalanyapsiz. Nima desa bo'ladi? Janoq bir katta xato emas lekin. Keyin yana nimalar? Asosiy darslar berilgan, zo'r. Google Sheets'ga kirish. Aka, menimcha siz birinchi shu darsga kirishingiz sizga maslahatim nima bo'ladi? Bozor analizini yaxshilab chiqing. O'zi bu Google Sheets bo'yicha dastur yaratish o'zi kimlarga qiziq? Shu bo'yicha kurs ochib olsangiz bo'ladi. Yoki siz qanaqadir kompaniyalarga предложение qilib berar ekansiz, menimcha. Qanaqadir tizim. Shunaqa tizim xohlaydigan odamlar ko'proq izlab, target yoqasiz ularga. Iloji boricha shularni qidirib, ularni muammosini so'rashingiz kerak. JobStudian bilan Kastef o'tkazib, srazi tez sotuv qilsangiz bo'ladi-da. Ular muammosini aniqlab, ular muammosiga yechim berib sotasiz. Shu bir 20 ta odam bilan JobStudian qilsangiz, o'zi asosiy muammolar nimaligini bilib olasiz, aka. Ada kanalda janaqa katta kamchilik yo'q. Darslar tashlab bor ekansiz doimo. Hozir Telegramda zo'r anov chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz, mana shu videoni o'ziga preview qo'yish Telegramda ham 30 o'xshab. Chiroyli previewlar qo'yib qilsangiz bo'ladi. Yaxshiroqda, odamlar videoni ochish ehtimoli yuqori bo'ladi. Atak qolgani yaxshi aka. Janoq ko'zga tashlanadigan yomon kamchiliklar yo'q, zo'r. Faqat shu ozgina anovni progressda yaxshiroq qilishingiz kerak. JobStudian yaxshi qilsangiz bo'ldi. Xo'p, Rayhon opa, siznikini ham ko'ramizda bo'lmasa. Hop, Rayhon IELTS. Zo'r, anosi. Ana bu yoni o'zbekcha yozib qo'yingizlar. Nimaga? Qaysi kanalga kirsam inglizcha yozilgan bo'ladi. Qanaydir anoda ko'zga boshqacha tuyuladi. Asosiy auditoriyamiz o'zbek-ku. Ingliz tilidan C1, C2 olgan odamlar ham, misol uchun, ingliz tili bilan o'zbekchani qo'yilsa, kanal bar o'zbekchasi ko'zga yaqinroqda. Nima desa bo'ladi? Begonada tuyulmaydi. Hozir misol uchun inglizcha kanalni ko'rib o'tdi, boshqa davlatda odam ochgandek tuyulib qoldi. Mana oddiy qaraylik, Abror aka, multi-level rekord egasi, o'zimning ustozim. Kanalni biyoz kirsiz o'zbekcha, darslari hammasi o'zbekchada. Bunaqa nima deydi? Kanalda biyosi unchalik yaxshi emas. O'zbekcha yozingizlar, qarang, kanal biyosi qanaqa bo'lishi kerak? Boshida qanaqa bir motivatsion bir gap yozib, kanalda nima foyda olishni yozish kerak. Flex semifinalist, ekologiya biz delegate, ibrat deb aytgan sizning 2. Shunaqa biyoni ozgina to'g'rilang. Rayhon IELTS. Bu kanalingizdan nima foyda olamiz bizlar? Odamlarga foydali bo'lgan narsani berishga harakat qilsangiz, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Keyin kanalda ham iloji boricha o'zbekcha yuritishni boshlaganingiz yaxshiroq. Keyin yana nima? Post yozish bo'yicha ozgina muammolaringiz bor ekan. Post to'g'ri yozishni, mana bunaqa postlar nima desa bo'ladi, ko'zga juda og'ir-da. Ko'pchilik bunaqa postlarni o'qimaydi. Agar iloji bo'lsa, shuni menga yozib qo'ying-da siz. Qanday boyagi akkaunt Rayhon IELTS. Men yozib qo'ying, men sizga keyin mana shu darsdan keyin anov bo'yicha post yozish bo'yicha sizga bitta dars o'tib beraman o'zingizga. Manager blogging. Yana qanaqa savollar so'rab olsangiz bo'ladi mendan. Xo'p, yana nima? Mana bu kanalni ko'rsagan bo'ladi. Bu chiqmadi. Xudoyorbek aka, chiqmadi siz kanalingiz. Xo'sh, yana nima? Google Sheets demo. Kurs haqidagi postni ko'rib bersangiz zo'r bo'ladi. Bo'ldi aka, ko'rib beramiz. Aka, siz ham menga yozib qo'ysangiz bo'lar ekan, biror bir anov bo'lsa so'rab olsangiz bo'ladi mendan. Chunki hozir darsda o'zida hamma narsani gapirib berish iloji yo'q-da. Manager blogging. Xo'p. Google Sheet kurs ta'riflari. Aka, qarang, bu o'zi nima desa bo'ladi? Reklamani yaxshi yoki yomon yo'q. Kursingizni sotyapsiz hozir auditoriyangizga. U auditoriyangizga qanchalik bu kurs kerakli yoki kerak emasligini bilmayman, misol uchun. Deylik, nima desam bo'ladi? Biznesmen odamlarga, misol uchun-da, nima desam bo'ladi? Kitob o'qish haqida kurs sotsangiz, 10 ta deylik biznes bor odamga yoki biznesmenlarni jamlab olib turib, ularga kitob yozish, kitob o'qish, she'r bo'yicha kurs sotsangiz foydasi yo'q, sotilmaydi. Siz nima qilishingiz kerak? O'z sizning auditoriyangiz qanaqa hozir kanalingizdagi?
kanalingizni yaxshilab analiz qilishingiz kerak. O'zi haqiqatan ham mana shu Google Sheets'dan noldan dastur yaratishgacha bo'lgan protsessga qiziqadiganlar bormi? O'zi qanaqa auditoriyangiz analiz qilib, auditoriyangizga mos kontent kurs bersangiz, o'zi siz unaqa kuchli nimalardir bilishingiz shart emas, sehrli narsalardir. Muhimi auditoriyangizga to'g'ri kelgan narsani bilishingiz kerak. Men sizni auditoriyangizni bilmayman, to'g'risini aytsam, shuning uchun post o'ziga keladigan bo'lsak, demak, qanaqa Google Sheets kurs tariflari Premium, Platinum, zo'r uzoq yil bilimga oling. Agar kurs haqida men so'z qaytarib beraman. Kurs bo'yicha feedbacklar. Hozir feedbacklar ko'raylik. Qanaqa qilgan feedbacklar o'zi. Shu kurs haqida gapirgan bo'lsam, juda sabab yaxshi, sababi yangi darslar qo'shilgan, asosiy taqiqlangan, bu juda muhim. Menga eng yoqqan tarafi shuncha kurs sotib olganman, lekin bir narsa. Aka, menimcha ana buni qo'yganingiz zo'r. Kurs haqida feedbacklar qo'yibsiz, yaxshi. Lekin ozgina shaxsiy brend ustida ishlasangiz yaxshi olib ketadi. YouTube'larga kontent yoki Telegramda o'zida ham boshida Telegramda taxminan bir 40-50 ming obunachi chiqqandan keyin oyog'iga boshqalar kanalga o'tsangiz bo'ladi. Keyin aka, yana bitta muhim narsa, kanalingizda yaxshi pul topyapsizmi? Kanalga reklamadan pul ayamang. Tikavering. Misol uchun, ko'pchilik ba'zi bilmas, men Instagramdan dars beraman. Kanalimda hozir taxminan 4 ming yoki 5 mingta auditoriya qolgan. Vaqtida 10 ming, 20 ming deydi. Men doim aktiv yuritgan vaqtim hozir aktiv yuritmay qo'ydim. Shu kanalga men taxminan 70-80 milliondan ziyod pul ketganda reklamaga. Tikaverganman, lekin shu pul qaytib kelavergan menga. Kurs ochyapsizmi? Taxminan boshida 50, 60, 70% gacha reklamaga tikish kerak. Chunki shundan keyinchalik kurs sotib foyda qilasizmi? Ko'proq auditoriya qancha qarang. O'zbekistondagi deylik, jamiki 40 million auditoriyadanda taxminan 5 milliontasi sizni kanalingizni, siz haqingizda bilsa, ular nechtasi sizdan sotib oladi, nima deb o'ylaysiz? Qancha ko'p odam bilsa sizning mahsulotingizni, qancha ko'p odamga yetkaza olsangiz, shuncha ko'p odam sotib oladi. Reklamaga pul ayamaslik kerak. Keyingisi Mahliyo opa. Xo'p, kanalingiz ilm olishdagi 6 ta qo'ydi. Post yozish bo'yicha zo'r yozasiz. Mana shu postni o'qimasdan men o'qigim keldi. Post yozish bo'yicha muammo yo'q. Keyin mana bunaqa kitob shaklida tashlab qo'yish biroz noto'g'ri lekin. Rasmga tushirib yechib tashlayapsiz-ku. Bu lekin ko'pchilikka qiziqarli emas-da. Ammo PDF shaklida qiziqarliroq tashlash kerak. Lekin umuman olganda boshlanishiga bo'ladi. Xo'sh, mana bu joylar ko'p tashlab yuborilgan. Ko'zga mana shu post misol uchun yoqmadi menga mana bu post. Lekin mana bu post juda yoqdi. Juda zo'r yozilgan mana. Mana shu postni men sizlarga hozir tashlay. Mana shu narsa misol uchun idealniy post deyiladi-da. Ko'rishingiz bilan birdan ko'zga tashlanadigan post mana shu. Yaramas bu. Ideal post. Yozamiz. Like-chani bosib qo'ysak ham bo'lar ekan. Ana u juda zo'r yozilganda post. Kerakli vaqtda joy tashlangan, kerakli vaqtda to'g'ri narsa yozilgan, kerakli joylari bold qilingan. Juda zo'r. Mana shu post menga yoqdi misol uchun. Xo'sh, keyingisi akasiga yozdim, birga progress qilaylik Rasulbek aka. Ko'ramiz aka, yozib qo'yavering keyin darsdan keyin. YouTube kontent qilaverish kerak bo'lasizniki zo'r ketar YouTube uchun. YouTube'ga kontent qilaylik. Kontent qilaverish kerak bo'lasizniki zo'r ketar YouTube uchun. Menga maslahat beryapsizmi YouTube uchun kontent qilaylik deb? Zo'r ketadi. Endi sekin aka, birinchi Telegramda ozgina keldi. Endi SIT olamidan bu anaga o'tish, blogerlikka boshqa narsalar sekin. Men endi boshladim-ku hali. Nasib bo'lsa qilamiz. Kurs ko'rib berdim-ku, bro. Bu akani aytyapsizmi? Tushundim. Fikrlash uchun katta rahmat. Kanaldan zo'r daromad keladi, faqat menga kerak emas odamlar kelishini xohlamayman. Hozir asosan buxgalter, moliyachi, biznes egalari, menejerlar tizim bilan bog'liq insonlar. Hozir asosiy muammo reklama berish uchun shu yo'nalishga yaqin kanallar topa olmayapman. Aka, men anavga yozib qo'ying, sizga qayerdan auditoriya topishni o'rgataman. Bu shunaqa
Plyus bo'lsa-yu qanday reklama kanal topa olmaysiz. O'rgataman aka, menga yozib qo'ying, nima qilishni. Nima bo'yicha agar tushunmovchilik bo'lsa yozsangiz o'rgataman. Endi tajribam 88 yillik bo'lmasa ham ozmoz xabarim bor aka. Hop, SIT Qo'qon kun hikmati. Boya aytgan narsani qilibsiz-da, bro. Qarang, Qo'qon shahri 2-son ixtisoslik maktabni tashlab qo'yibsiz. SITni o'qiyotgan bolalar krel tilidagi qiziqmaydi-yu. Nima desa bo'ladi? Sraz notorni tashlashdan boshlabsiz-da aka. Bunaqa emas, iloji boricha ko'chirmang. Shu post yozinglar. O'zi kun hikmati deb emas, bir o'zingizni tilingizdan yozing shu postlarni. O'zi nima uchun birovdan ko'chirish to'g'ri emas-da. Dam olish kunida mok. Aka ikkita reaksiya ketma-ket qo'yilmaydi, noto'g'ri bu narsa. Ozgina post copywriting bo'yicha ozgina bilimningizni oshirishingiz kerak ekan, bro. Menga yozib qo'ysangiz, qanday qilishni, nima qilishni o'rgataman, ozmas bilimni kelib chiqqan holatda. Keyin sizda faqat rasm, savol-javob, bu bilan katta auditoriyaga erisha olmaysiz. Boya aytgandek, 3 xil kontent kanalda bir xil olib borilgani yo'q. Kanallarga kiradi, chiqib ketadi, foydasi yo'q. Uzoqqa borish qiyin-da bu bilan. To'g'ri daromad topish qiyin. To'g'ri odamlarga foyda berishingiz mumkin yo nimadir qilishingiz mumkin, lekin qiyin, juda qiyin. Misol uchun desat o'zidan post olib tashlagansiz. Kanal qarang aka. Mana shu SIT Qo'qonning egasi, Qo'qonlik bro. Kanalga post joylayapsizmi? Iloji boricha kanal posti har bitta post sizga tegishli bo'lishi kerak. Boshqa kanaldan o'g'irlamang. Ana bugun o'rgatdimki qanaqa kontent, qanaqa post qilishdi. O'shani o'rganing, ko'rib chiqing, nima qilishdi, bosing, faqat o'zingizning narsangiz bo'lsin. Agar faqat o'zingizning narsangiz bo'lmasa aka, o'shani o'ring, ingliz tilida bir gap bor-da. Face in the crowd deydi. Umumiy talpadagi yuz bo'lib qolasiz. Ajralib turadigan unique joyingiz bo'lishi kerak-da. Agar unique joyingiz bo'lmasa, hech kimga qizig'ingiz yo'q aka. Sal qo'polroq, lekin achchiq haqiqatni aytyapman-da. Qanaqa unique tomoningiz bo'lishi kerak. Shaxsiy brend yuriting, misol uchun Davron Jasurovmi yoki Davron kim, misol uchun Jasur Hamdamov SIT deb oching yoki nimadir deb oching. Ham o'zing bu joyda haqingizda gap ketsa ham SIT haqida. Faqat SIT zerikarli bo'lib qoladi. Sababi odamlarga hozir bilim muhim emas bo'lib qoldi-da. Qanaqa zamonga kelib qoldik? Dars beraymi desangiz, yo'q, hayotingni ko'rsat deydigan zamonga kelib qoldik-da. Mana shundan yozib qo'yay. Dars beraymi? Yo'q, hayotingni ko'rsat. Hozirgi zamon blog yuritish qoidasi. To'g'ri, men bu narsani o'qib xafa bo'ldim, lekin shunaqa endi. Qiziqarli bo'lmoqchi uchun shunaqa qilish kerak. Hozir qanday shu gapimga qo'shilasizlarmi yo'qmi o'zi? Yozingizlarchi mana shu postdagi. To'g'ri narsani aytdimmi yo noto'g'ri narsani aytdimmi? To'g'ri. Menimcha auditoriyaga qarab. Andarov aka qarang. O'zi hamma joyda shunaqa ishlayapti hozir. Hamma joyda shu. Luboy hozirgi paytda Instagramda qanaqa eng qiziqarli siz ko'rayotgan kanallarga qiziqib ko'ring. O'zi nima uchun qiziqib ko'rasiz ularda? Chunki ular 3 xil kontent birga olib boradi. Live, personal, expert. Uchalasini zo'r olib borgani uchun qiziqib ko'rasiz ularni. Birovdan o'g'irlaydigan, birovning videolarini montaj qilib qo'yadiganlar Instagram, Telegram, YouTube qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ular face in the crowd, bro. Hech qayerda anonsi yo'q, nomi yo'q, просто sharpa. Prozor prosmotr ketishi mumkin, millionlab prosmotr ketar, akkaunti 100 ming, 200 ming, 300 ming bo'lar, ular hech qanday foyda olmaydi, pul topmaydi. Просто razi interes qilib qo'yaveradi. Shunaqa akalar. O'zi qanaqa savollar, o'zi qanday ketyapti dars? Mana bu kishimni endi o'chirib turay endi. Xo'sh.
Yana nima qoldi yana savollar masalasida? Shuni olib ketyapti. Hop, savollar qoldimi? Qarangizlar, agar qanaqadir uzun mendan so'ramoqchi bo'lgan narsalaringiz bo'lsa-da, va akkaunt qoldirim-ku, menejer blogging shuni yozib qo'yinglar, men javob beraman vaqtim bo'lganida. Xo'p, savollar bo'lmasa darsni tugatamiz. Xo'p, bugungi dars qanday bo'ldi? Misol uchun foydali biror bilim oldingizmi? Qanday bo'ldi o'zi dars? Foydali bo'ldimi sizlarga? Agar savol bo'lsa, savollarni yozib qoldiringizlar, farqi yo'q. Birozgina sizlardan motivation, inspiration olayotgan yozingizlarchi. Nimani tushundingiz o'zi bugun? Yoki bir tiyinga qimmat dars bo'ldimi? Bir tiyinga qimmat dars bo'ldi, so'kib tashlasangiz ham mayli. Lekin muhimi nimadir yozingizlarda. Hozir nima o'rganganlaringizni yozingizlar, eslaringizda qolishi uchun. Keyin shu bilan dars tugatsak ham bo'ladi. Yana plyus bo'lib yaxshilandi, ko'nikmalar zo'r. Aniq haqiqatlarni aytib berdingiz. Ko'pchilik aytmaydigan narsalarda. Hamma yashiradi. Lekin yashirgan narsa emas. Bugun dars qiziq bo'lgani aniq, lekin men qatnasha olmadim. Zapisni she'r qila olasiz, Azamat aka. Kechqurun bora mayli tashlab qo'yaman. O'zi tashlamayman dedim, lekin tashlayman. Darsga kechqurun lekin foyda oldim deb o'ylayman. Adilmajid aka zo'r. Oxirgida qo'shildim, lekin shunga qaramay o'zim uchun kerakli ma'lumotlarni oldim. Uchta qism muhimligini angladim. Zo'r. Dars zapisini tashlab qo'yaman, qaytadan ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Xo'sh. Shaxsiy brend kanalida Telegramda nechta post bo'lishi kerak? Shaxsiy brend kanali Telegram kanalida nechta post bo'lishi kerak? Aka, o'zingizga qarab share qilaverasiz. Ba'zi kun 3 ta, ba'zi kun xohlagan paytingiz xohlagan narsani yozing. Ya'ni men sizga hozir 3 xil kontent qiling, ya'ni har kuni uchalasini birdan qilib ketish shart emas. O'zingizga xohishingizga qarab, bir kun personal, bir kun deylik live, bir kun expert. Har xil aka. Xullas, bu narsa nimaga borib taqaladi? Progreffga borib taqaladi. O'zi nima qilmoqchisiz? Qachon nima sotmoqchisiz? Bu narsa xullas birinchi auditoriya yaxshilab yig'iladi. Ularga mos mahsulot berayotgan vaqtida qanaqa post qaysi paytda tashlanishi kerak? Bu narsa umumiy uzun jarayonda progreff deyiladi bu narsa. Qizdirish. Deylik, faqat mana bu live personal contentlarni qilayotgan vaqtingiz bu o'zingizni progreff qilasiz, odamlarga o'zingizni qiziqtirasiz. Lekin ora-orada vaqt kelgan paytida kursni sotmoqchi bo'lgan vaqtingiz kursingizga progreff qilishingiz kerak. Tushunarli? Mana shunaqa. Agar savollar bo'lsa, sekin dars tugatsak ham bo'ladi. Aka, qarangizlar. Biror yordam kerak bo'lsa deymiz. Kerak bo'lsa men blog akkauntda bo'laman. Yozsalaringiz bo'ladi. Keyin undan tashqari yana bitta muhim narsa. Men teacher training camp ochganman-da. Oralaringizda Telegram kanal doim yuritadiganlar bo'lsa, qo'shilib olsalaringiz bo'ladi. 16 ta odam bor ekan o'sha bu joyda. Xo'sh, bu kanal linkini qanday olamiz? Xo'sh. Mana xullas, bu kanalda nima qilamiz? Agar qo'shilmagan bo'lsa, qo'shilib olingizlar. Kanal linkini o'chirib tashlayman keyin. Bu kanalda ustozlarga Telegram blog yuritish bo'yicha maslahatlar beriladi. Shaxsan o'zingizda deylik biron bir muammo bo'lsa, bemalol men bilan bir shu kanalda bo'lsangiz, jonli efir qilib, logo narsani so'rasangiz bo'ladi. Bu kanaldan ko'ra
bu kanalda qo'shilib, eng aktiv bo'lgan kanal obunachilarni bu guruhga yig'yapman alohida. Shunaqa qo'shilib olsalaringiz, любой bitta narsani so'rasalaringiz bo'ladi mendan. Xullas shunaqa, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sekin darsni ham tugatsak ham bo'ladi.